Bismillahirrahmanirrahim. Boshladik. Uyda bolajonlaring tabiiy kalsiy. Tvorogni o'zini ko'p bolalar yemaydi, chunki ta'msiz bo'lgani uchun. Hozir buni bolalarga yegizish yo'lini ko'rsataman. Men bugun buni домашний xatqa tayyorlayman. Buni suvga shuncha qo'shib tayyorlasalaring ham bo'ladi. Smetanaga ham juda ham zo'r chiqadi, quyuq bo'lib, massa bo'ladi. Buni tayyorini ham sotishadi. O'zlarining atiga bilan qilsalar ham bo'ladi. Ayniqsa shakarni bolalarni ko'z o'ngida qo'ysalaring, shirin deb juda ham o'zlari yoqtirib yeyishadi. Meni bolam kasha deb yeydi. Tvorogga домашний 2 qoshiq qatiq qo'shdim va shakar. Yengilgina yeyishli massa bo'ladi. Tvorog ham unaqa qimmat emas. Tabiiy sirok. Do'konda 5 minglardan sotadigan tabiiy sirok. Tabga qarab ichiga yogurt ham solishlaring mumkin. Lekin shuni o'zi ham juda ham zo'r bo'lgani uchun men qo'shmayman yogurt. Ertamanda hech qanday anaqasiz non pollasam, o'zini yeb ketsa ham, bog'chaga ham, obedgacha ham bemalol energiyani beradi o'sha. Bir kunlik bolani sarflaydigan kilokaloriyasini beradi. Tavsiya qilaman. Zo'r.